Sizlar bilan endi shu windir. Короче, do'stlar, men bu yerda qolib ketdim. Endi men bu yerlarni yaxshi o'rganib chiqishim kerak va bizda keyingi qism bo'lishi uchun bu yerda kuchayib ketib va albatta biz olmos aslahalarni nasar qilib, bu yerni katta qilib oxirida video tugaydi. Короче, do'stlar, men bu yerda qolib ketdim. Bu yerda maqsad yashash kerak. Bu yerda esa bizga oziq moddalar yo'q. Hozirchalik o'zi maxsus topshiriqlar paydo bo'ldi. Bu ikkinchi qismdan birinchi qismda esa topshiriqimiz bu mashinani katta qilib kuchaytirish kerak bo'ladi. Buning uchun esa bizga vaqt bo'ladi. Narsa ketadi. Aytgancha bizda mana bu yerda sandiq bor, bitta divanimiz bilan bu yerda lava suv bor. Albatta bu yerni kengaytirishga kerak bo'ladi. Xo'sh. Bundan foydalanishim kerak. Qanday kodlar edi yo'q, ko'chibdi. Boshda shunday noqulayliklar bo'lib turadi. Axir hammada bo'ladi. Mayli, endi video boshlaganimdan maqsad biz bu yerni kattalashtirishimiz kerak. Aytgancha bu yerda o'lmasligimiz uchun men daraxtda olmay ham tushib turadi, eslatma. Tarafga bir qo'yamiz. Shikilib. O'xshadi. Yo. Men bugun adashdim. Do'stlar, men videoni ozgina to'xtatib turaman. Chunki mana do'stlar, bizda ko'rib turganingizdek 30 ta tosh bor va bu yerni kattalashtirishga bu yetsa kerak. Men bu yerlar qurguncha video to'xtab turadi. Yo'q, bu yerni qurishimizni sizlar ko'rishingiz kerak. Chunki axir men hozir g'irromni ishlatib qo'ysam, keyin nima bo'ladi? Albatta men aybdor bo'laman. Shuning uchun nimaga bu yerni kattalashtiryapsiz desanglar, hop, bu yerda bizga daraxtlarimiz turishi kerak. Daraxtlarni ekamiz va bu yerda yashab qolishga imkoniyat ko'payadi. Ya'ni daraxtlardan mana shunaqa olma tushadi. Hozir menda bitta bor. Va qorni ochganda biz buni yeyishimiz kerak. Va shu bilan o'lmaslik imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Albatta, mana bu yerlarni kattaroq qilib qo'yamiz. Bittadan yetadi. Va bu yerda anchagina daraxt qilganimizdan keyin hop, menga qandaydir nimalar keladi. Adashmasam, xush qayerdadir narsa paydo bo'ladi. Biz uni olib kelamiz va keyin topshiriq janglar bo'ladi. Albatta unda Prekka ham ishtirok etadi. Biz keyingi safar. Hozircha esa bir o'zim bor. Mana bu blokni qazish kerak. Men o'lib qolmasligim uchun bu yerga kerakmas narsalarni solib qo'yamiz. Safar ko'proq tushadi. Videomiz qisqaroq bo'ladi. 15 minutlar atrofida bo'ladi. Doim men adasham. Hop, 33 bor ekan, demak bitta kattalashtiramiz. Hop, betga adashmasam hozir ikkita sig'adi.
ko'p emas, ikkitani sig'argan va men bu yerdan 2 blok, 3 blok sanaladi. Chunki oraliq masofa qancha bo'lishi noaniq. Bu yerda ham mana shu yerni kovlar ekanmiz. Va bu yerlarda albatta bizda hop olmamiz boshuncha yetsa kerak. Va biz bu yerga albatta daraxt ekishimiz kerak, ammo bizda daraxt hozirchalik bir dona bo'lgani uchun bu daraxtni o'sishini kutish kerak. Menimcha adashmasam bu yerda yana bitta xo'sh. Menimcha bu yerlarni tez qurib bitkazish kerak. Bitta daraxt bizga kamlik qiladi, chunki bitta daraxt bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Bitta daraxtdan ikkita daraxt tushsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, men belgilarni bekor qilganim yo'q. Mana bunday joylarni belgilab olish uchun. Mana endi mana orcha joyimiz sal kichikroq. Biz yana blok to'plash uchun do'stlar, biz bu yerda nur ham tushadi deb qoldim. Mana bu daraxt esa o'sgisi kelmaydi. Nimaligini bilmayman, ammo o'smayapti. Mayli, hozircha video do'stlar birinchi qismni tez tugatamiz, chunki videoga zaryad kam qolib qolibdi. Men unga qaramaganim uchun hozir bu yerda tez video tugatish kerak. Daraxt ham tez o'sib qolsa kerak. Yo'mayo do'stlar, daraxtimiz ham o'sib qoldi. Hop, endi men bu yerlarni tez qilib daraxtimizni chopib olishim kerak. Biroq birinchi qismda shunchalik kattalik bo'ladi. Do'stlar, hozircha video shu joyda tugaydi. Hammaga xayr, ikkinchi qismni kutamiz. Video tugadi.